Qizlar, idish tovoq yuvayotganda vaqtinglarni bekorga ketkazmasdan dva va одном harakatga kelsak bo'ladi. Ya'ni ham idishlarni yuvib, ham parallelni sog'lig'imizdan tiklasak bo'ladi. Boshladikmi? Mashq bajaramiz birga. Demak, toza osti mushaklarni harakatga keltiramiz. 1 2 3. Endi bo'lsa sekinroq harakat qilamiz. 1 bo'shashtiramiz. 2 bo'shashtiramiz. 3 ushlab turamiz. 1 2 3. Endi bo'lsa bo'shashtiramiz. 1 2 3. Bo'shashtiramiz. Endi yana sekin harakat qilamiz. 1 bo'shashtiramiz. 2 bo'shashtiramiz. 3. Mashqlarimiz sizga yoqqan bo'lsa, eng yaxshi ko'rgan dugonangizga yuborib qo'ying. Hamda menga podpiska bosishni unutmang. Bunaqa mashqlardan hali ko'p bo'ladi.